Ukraina xavfsizlik xizmati Qrim ko'prigidagi navbatdagi operatsiya haqida xabar berdi. Bu haqida bugun 3-iyun kuni Ukraina maxsus xizmatining Telegram kanalida xabar berildi. Ukraina xavfsizlik xizmati yangi noyob maxsus operatsiya o'tkazdi va Qrim ko'prigiga 3-marta, bu safar suv ostida bo'ldi. Ukraina xavfsizlik xizmati agentlari ushbu noqonuniy obyektni tayanchlarini minaladi. Bugun esa tinch aholi orasida qurbonlarsiz ertalab soat 4:44 da birinchi portlovchi qurilma ishga tushirildi. Tayanchlarning suv osti tayanchlari pastki sathida jiddiy shikastlangan. Bunga Critical Equivalent'dagi 1100 kg portlovchi moddalar yordam berdi. Darhaqiqat ko'prik avariya holatida deya da'vo qilmoqda Ukraina xavfsizlik xizmati. Qayd etilishicha, Ukraina xavfsizlik xizmati boshlig'i general-leytenant Vasil Malyuk operatsiyani shaxsan nazorat qilgan va uni rejalashtirishni muvofiqlashtirgan. Avvalroq Qrim ko'prigiga 2022 va 2023 yillarda 2 marta borganmiz. Bugun biz ushbu an'anani suv ostida davom ettirdik, dedi Malyuk. Ukraina xavfsizlik xizmati rahbarining so'zlariga ko'ra, Qrim ko'prigi Kiyev uchun mutlaqo qonuniy nishondir. Chunki Rossiya Federatsiyasi undan o'z qo'shinlarini ta'minlash uchun logistika arteriyasi sifatida foydalanadi. Qrim ko'prigidagi voqea yuzasidan Rossiya tomonidan hozircha rasmiy bayonot yo'q. Ayni paytda Sevastopol yo'l transport infratuzilmasini rivojlantirish direksiyasi dengiz yo'lovchi tashish transporti harakati to'xtatilganini ma'lum qildi. Ko'rfazdagi yo'l yopilgan, sabablari keltirilmadi.